Sen erkaksan. Sening haqqing yo'q. Charchadim deyishga, lazzatlanishga, toki oilangga sharoit yaratib bermaguncha. Chunki sen tug'ilgan kuningdanoq mas'uliyatni bo'yningga olgansan. Agar mas'uliyatdan bo'yin tovlasang, erkaklikdan bo'yin tovlagan bilan barobar. Erkaklikdan bo'yin tovlagandan ko'ra o'lganing afzal. Ko'zingni och, umringni nimalar bilan o'tkazyapsan? Ota-onang senga ne umidlar bilan boqib turibdi. Erkak kishi faqatgina qabrda hech narsani o'ylamay yotishi mumkin. Tirik erkak esa hatto tushida ham oilasini g'amini o'ylaydi. Sen nima pasportingdagi erkak nomi bilan erkak bo'lib qolaman deb o'ylading? Shvaran xom sanabsan. Erkaklik bu tug'ilishdan o'lishga qadar jangni anglatadi. Jangda kimdir tinch o'tganini ko'rganmisan? Erkak kishi uchun bo'sh hamyondan og'iri yo'q bu dunyoda. Farzandlaring oldiga bo'sh qo'l bilan borish naqadar azobligini his qilyapsanmi? Shuning uchun tur, harakatdan to'xtama. Erkak, sening dam olishga haqqing yo'q.